Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men tajribali tarix va huquq fanidan repetitor Sulaymonov Xudoyorxonman. Ayni damda Toshkent gumanitar fanlar universitetini tarix yo'nalishi bo'yicha talabasi hisoblanaman. Albatta bo'lajak tarix o'qituvchisi sifatida va o'zimni kasbiy faoliyatimni boshlang'ich ko'rinish sifatida tarix fanidan repetitorlik faoliyatini yurityapman. Men o'zimni repetitor sifatida darslarimda qo'llaydigan metodlarimni ba'zilarini mana bu hozir ko'rib turganingiz list varag'ida yozib qo'yganman, belgilaganman. Ya'ni o'zimni repetitorlik darsimni bir qisqa vaqt davomida mana shu video dars orqali tushuntirib berishga harakat qilamanki, meni video darsim qanday tartibda amalga oshiriladi. Mavzu Qadimgi Rim 6-sinf Qadimgi dunyo tarixi darsligidagi, ya'ni 2017-yilgi nashr bo'yicha 5-bo'lim hisoblanadi. Ya'ni butun boshli bo'lim. Buning ichida nechta paragraf bor, ya'ni bir nechta paragraflardan iborat bo'lgan bir bo'lim hisoblanadi. Men bunda bu mavzuni tushuntirish uchun 3 ta metodni, 3 ta ilmiy metodni qo'lladim. Ya'ni 3 ta tarixiy metod bu: genetik metod, xronologik metod va qiyosiy tarixiy metod. Uchalasini ham qo'llanilishini mana misollar orqali ko'rsatib qo'yganmanki, ya'ni demak genetik metodni qo'llanilishiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda barchamizga ma'lumki, qadimgi Rim shahrini yuzaga kelib shakllanishida Rem va Romul ismli aka-ukani rivoyatiga borib taqaladi. Demak, birinchi o'sha Romul o'z inisi Rem bilan janjallashib nizo kelib chiqqanda o'ldirib qo'yadi va o'z shahriga o'zini nomini beradi va u birinchi Rim shahrini boshqaruvchisi bo'lyapti. Undan keyingi shahar hukmdori esa mag'rur Tarkvini. Va bu oralig'ida yana bir necha hukmdor boshqaruvchilar o'tganligi aniq va navbatdagi boshqaruvchi bu Yuliy Sezar hisoblanadi. Undan keyingi imperatorlar davriga kelganda, aniqrog'i Yuliy Sezar hukmronligi davrida Rim o'zini milliy davlatchiligi yoki shahar davlat ko'rinishidagi holatidan tashqariga chiqib, ya'ni imperialistik siyosatni olib boruvchi bir mustaqil davlatga aylangan bo'ladi. Ya'ni Octavian August va Mark Antony davrlariga kelib esa bu paytda ham Rim imperiyasi, ya'ni o'sha imperialistik tizimga ega bo'ladi. Siyosiy tizim nuqtai nazaridan qaralganda Octavian August o'zini sharqiy Rim hududlariga, territoriyalariga boshqaruvchi qilib tayinlagan bo'lsa, demak Mark Antony esa bu paytda g'arbiy Rim hududlarini boshqaruvchisi hisoblangan. Mark Antony va Octavian August o'rtasida jang, nizo, nifoqlar kelib chiqqan. Buni sabablaridan biri sifatida ko'riladiki, albatta bu toj va taxt, yagona birlashgan imperiya davlatni bitta imperator bo'lish masalasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sababi Octavian Augustga yoqmaydiki, Mark Antonyni Misr malikasi Kleopatra bilan o'zaro ishqiy munosabatlarida Kleopatraga sharqiy Rimning sharqiy viloyatlarini shunday tuhfa sovg'a qilib yuborishi va undan keyingi imperatorlar bu albatta Caligula va Neron davrlariga kelganda Rim davlatida inqirozlar yuzaga keladi va keyingi imperator bu Trayan. Barchamizga ma'lumki, bu imperator o'zini Trayan ustuni nomli bir albatta ustun, ya'ni bir o'sha obyektni qurilishi bilan ko'proq bu imperator aynan shu maktab darsligi nuqtai nazaridan qarasak ham bizga ma'lum. Va keyingi Rim imperatori bu Konstantin. Konstantin imperatorning nomiga sharafiga Vizantiya shahri o'sha Bosfor bo'g'ozi yaqinida joylashgan keyinchalik Konstantinopol nomini oladi. Va undan keyingi imperator esa Rim imperatori bu Feodosiy. Feodosiyni ikki o'g'li o'rtasida Rim imperiyasi ikki qismga bo'linib ketadi. Sharqiy Rim imperiyasi bu Vizantiya va g'arbiy Rim imperiyasi bu o'sha hozirgi Italiya, Apennin yarimoroli va to o'sha Kichik Osiyo hududigacha, ya'ni o'sha Turkiya, Bolgariya, o'sha Yunonistonni qisman g'arbiy hududlarigacha bo'lgan hududlar bu g'arbiy Rim imperiyasiga kirgan bo'ladi.
va oxirgi Rim imperatori esa bu albatta Romul. Romuldan keyin esa demak G'arbiy Rim imperiyasini faoliyati tugatilgan va o'sha 476-yil hisoblansa, 476 milodiy 476-yildan boshlab qadimgi dunyo tarixi tugallangan va 5-asrdan 15-asrgacha o'rta asrlar tarixi davom etgan. Ikkinchi metod bu xronologik metod hisoblanadi. Bu yerda esa mana shu xronologiya, ya'ni mana shu kesma ko'rinishida men ifodalaganman. Bu yerda men eng muhim, ya'ni o'ta ahamiyatli hisoblangan sanalarni belgilab qo'yganman. Miloddan avvalgi 8-asrda 12 shahar ittifoq ko'rinishidagi ittifoqqa birlashadi qadimgi o'sha rimliklar, italyanlar. Va 753-yilda bu barchamizga mashhur va ma'lum bu Rim va Romul rivoyati, ya'ni o'sha Romul Rim shahriga asos solishi. Miloddan avvalgi 6-asr oxirida esa Rim shahri boshqaruv va o'sha siyosiy nuqtai nazardan qaralganda respublika tizimini qabul qiladi o'ziga. Miloddan avvalgi 3-asr o'rtalariga kelib esa bu oralig'ida Karfagen davlati bilan o'zaro urushlar, bosqinchilik urushlari, o'zaro o'sha nizo-nifoqlar bo'ladi. Bu vaqtga yetmasdan turib, ya'ni miloddan avvalgi o'sha 3-asr o'rtalariga kelib, Rim butun Italiyani o'z hokimiyati ostida birlashtiradi. Va miloddan avvalgi 774-yilda esa bu Spartak qo'zg'oloni, bu qullar va gladiatorlar mavzusiga taalluqli ma'lumot hisoblanadi. Va albatta miloddan avvalgi 49-yilda Yuliy Sezar, ya'ni o'sha Rimda imperialistik siyosatni qo'llash bo'yicha tashabbuskor bo'lgan imperatorlardan dastlabkilaridan biri hisoblanadi. Uni taxtga kelishi miloddan avvalgi 29-yilda esa nima bo'lgan ekan? Demak, miloddan avvalgi 29-yilda Oktavian o'sha Rim senati tarafidan imperator unvonini va Avgust laqabini qabul qilgan muddat hisoblanadi. Va bu albatta oralig'ida milod, ya'ni o'sha miloddan avvalgi va milodiy yillar deb hisoblanadi. Barchamizga ma'lumki, o'sha vaqt bardavomligi. 395-yil bu milodiy 395-yilda esa Rim imperatorlaridan biri bo'lmish Feodosiyning ikki o'g'li o'rtasida Rim imperiyasi ikki qismga, ya'ni g'arbiy va sharqiy imperiyalarga bo'linib ketadi. Va albatta barchamizga ma'lumki, 476-yil bu milodiy sana qadimgi dunyo tarixini yakunlanish sanasi hisoblanadi. Va uchinchi men qo'llagan metod bu mavzuni tushuntirish uchun bu qiyosiy tarixiy metodni qo'llanilishi, ya'ni qadimgi Rim davlati bilan o'ta ko'p o'xshashliklarga ega bo'lgan boshqa bir davlatni bu yerda misol keltirganman, ya'ni bu aniqroq Yunoniston. Ikkala davlatni ham joylashuvi, geografik joylashuvi bu yarim orolga borib taqaladi va o'sha dengiz bo'yi hududlari, ya'ni Rim Apennin yarim orolida, Yunoniston esa Balqon yarim oroli va O'rta Yer dengizidagi ma'lum bir orollardan iborat bo'lgan. Ilk o'sha shahar hududni insonlar tarafidan asos solinishi esa bu Rim va Romul rivoyati bu Rim davlatiga taalluqli bo'lsa, bu Minoy sivilizatsiyasi, ya'ni Minos ismli afsonaviy podshoh bilan bog'liq tarixiy voqealar bu qadimgi Yunonistondagi o'sha Krit orolidagi ilk shahar sivilizatsiyasiga misol bo'la oladi. Va albatta bu yerda ijtimoiy tabaqalar masalasiga ozgina to'xtalganman. Bu patrisiy, plebey, ya'ni bu Rimni tub o'zini aholisi patrisiyalar, plebeylar esa ko'chib kelgan kelgindilar degan ma'noda qaralgan. Yunonistonda ham fuqaro, chet elliklar meytik deb atalgan va qullar tabaqasi bo'lgan. Maydon, ya'ni shaharning markaziy maydoni Rimda forum deyilgan bo'lsa, Yunonistonda agora nomi bilan atalgan. Politeistik paganizm, ya'ni ko'p xudolikka asoslangan mahalliy an'anaviy milliy e'tiqod. O'sha eng qadimgi din, ya'ni ko'p xudolikka asoslangan. Masalan, qadimgi Yunonistonda Zeus oliy xudo hisoblangan va ikkinchi darajali xudolar va past tabaqali ma'budlar, satirlar va nimfalar bo'lgan. Ya'ni ular masalan suv parilariga o'xshagan yoki masalan hur qizlar shu kabi ko'rinishlarda tasvirlangan bo'lsa, masalan qadimgi Rim davlatida esa bu
Oliy xudo Yupiter hisoblangan o'sha momaqaldiroq, chaqmoq va o'sha osmon xudosi deb nomlangan. Yoshlikdan harbiy ta'lim berish bu har ikkala davlatni qadimgi tarixiga borib taqaladi. Ya'ni yoshlikdan o'g'il bolalarni harbiy ruhda, sport mashg'ulotlari bilan chiniqtirgan holatda ta'lim berish va albatta bu bilan bir qatorda albatta dunyoviy fanlarda ham ta'lim berish hamohang holatda yurgizilgan. Mana hurmatli kuzatuvchilar, men sizlarga o'zimni odatda repetitorlik darslarimda qo'llaydigan 3 metodlardan aynan 3tasini qadimgi Rim bo'limini tushuntirishda ko'rsatdim. Mabodo biror bir inson meni onlayn tarix yoki huquq repetitorlik darslarimga yozilmoqchi bo'lsa, meni mana shu YouTube kanalimda telefon raqam qoldirilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.